Usta akalar, bilganlar bitta kommentariyada yozinglar. Buni urvin deydimi, shayton deydimi? Bitta qo'yamiz, qaranglar. Urvinga akalarimiz qo'yib qo'yishibdi. 1 kvadrat metrni burchakkalarimizni usta akalarimiz 140 ming so'mdan bosib beryapti ekan. Burchakkalarimizga rangi o'chmasligi, ko'chmasligi, 8 tonna yuk ko'tarilishiga garantiyasi bor. Farg'onani Bag'doddan sho'r qishloqdan bo'ladi usta akalarimiz. Vodiy Toshkent bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradi. 1 kvadrat metrini atiga 140 ming so'mdan usta haqqi materiali ichida qilib berishyapti ekan. Faqatgina xonadon egasidan met pisok, sement, chornovoy narsalari xonadon egasidan. Mana bu kubikchalar ham Xitoy metali granitidan bo'ladi. Rangi o'chmaydigan sifatlisidan bo'ladi. Xo'p, endi mana bularga keladigan bo'lsak, sokil qismiga 60 balandlikda sokilingiz bo'ladigan bo'lsa, metrga hisoblanar ekanda metri 370 ming so'mdan dubl miqi, afiksi, simi va usta haqqi mana bu materiali ichida. Buni ham chornovoyi, met pisok, sement, kafeliklar xonadon egasidan. Agar 60 dan baland bo'ladigan bo'lsa, kvadratga kiradi. Kvadrati 500 ming so'mdan. Xizmatlar Vodiy Toshkent bo'ylab. Bag'dodlik nomerali usta akalarimizdan bo'ladi. Pastda nomer qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar. Uyimizga bitta havas qilganlar like bosib qo'yinglar, hammaga nasib qilsin.